o'zbekcha. Va astag'firullah. Bu ham 1 yil garantiyasi bor. Agar bizda bitta uzr darasi jihati ham bor. Agar bir oyga bormasdan buzilsa bor. Vashab yangisiga. Bunaqa almashtirib beramiz. Almashtirib berasiz. Sizlarchi? Nima qila olmasangiz kerak. Bizlarga ham shunday. Shundaymi? Faqat Assalomu alaykum hammaga. Bugun Sofiq bilan Maborni nima qilamiz? Obzor qilamiz, ko'rasizlar. To'g'ri, mana bu hozir aksiyada arzon, lekin nimasi bor, qulayliklari bor, qancha garantiyasi bor, ko'ramiz. Qaysi bir pulga arziydi? Eng muhimi shu. Xo'sh, boshlaymizmi? siz boshlang. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Abduhalil va Abdug'afur aka bilan bizlar xudo xolasa ikkita firma bilan obzor qilamiz. Plus minuslarni ko'ramiz va narxlari oxirida aytamiz. Qaysi necha pul bo'lishini. Qani unda ketdik. Boshlang siz. Xullas, bizni korobkamizga nima bor? Dokumenti bor. Buni yo'qotmaslik kerak, chunki bunga garantiya yozib beramiz. Buni bu yoqqa qo'yaman. Chegarasiga o'tma. Mana bu zarar qo'yadigan. Mana bu batareyka. Mana bu shurpevor. Bizga tayyorchi. Bizga bunaqa bistrey ishlaymiz. Mana bu esa qo'shimcha bonus nasarkasi. Bo'ldimi? Xullas, bunda. Bizga shu. Endi Maborni ko'ramiz. Ichida nima bor? Ichida nima bor? Do'stlar, mana Mabor. Mana bunaqa korobkada bo'ladi. Bismillah. Xullas, birinchisi bu pasporti. Buni yo'qotmaslik kerak, sababi bu garantiya. 1 yil garantiyasi bor. 6 oy batareyalariga va 1 yil nimasiga. O'zini apparatiga, shurpavyorga. Xullas, birinchisi bizda nima bor? KG5 ni shurpavyor. 21 1-2 skorosli 20 gacha. Va zaryadnik. Yo'q, bu batareyka birinchisi. Va mana zaryadnik устройство va ikkinchi batareya. Ikkinchi batareyamiz mana. Moshni 20 amperlik. Xullas, xudo xolasa hozir sizlar bilan endi bunlarni ishlatish jarayonini ko'rsatamiz. Test desak, samares qotiramiz, ko'ramiz, qaysi qanaqa ishlaydi. Bitta narsa, xudoy nima qilamiz? Kuzatuvchilarni ichini siqtirmaymizda, narxni aytamiz. Birinchi ishlatamiz. Keyin oxirida narxni aytamiz. Bo'ldi. Kuzatuvchilar, ketib qolmanglar. Hozir. Xullas nima qilamiz? Proba qilamizmi? Proba qilamiz. Hozir bizga qarang. Profil bor 2 mm qalinligi va 3 mm. Hozir ikkovini ham ko'ramiz. Birdaniga test qilamiz. Hozir biz samares 19 lik, golovkasi 8. Shularni test qilib ko'ramiz. Ikkoviga ham. Zo'roq olib ketish kerak. Yo'q, bu metallga uchun. Metal uchun spetsialniy sverlosi. Shuning uchun shunaqa ishlatamiz. Metalni teshsa, u dervani po-любому teshadi menimcha. Buni hamma biladi, ishlatishadi. Birga o'xshaymiz. Birinchisi nima qildi? Yo'q, birdaniga. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Xullas, balvayt qilmasin-da. 1 2 3 bitta narsa chiqib ketdi. Ishon chiqmaydi. Qaytadan buni bosib yuboribman. Ishlashni ko'rdinglar, normalniy. Yana ko'ramiz mana. Yana ko'ramiz bitta samares. O'sha. Shoshma. Shoshma ukan, shoshma. Bismillah. Hali start bo'lgandan keyin. Tayyormi? Tayyor. Normalniy. Davay. Yana bormi? Normalniy. Bo'ladi. Bittadan ko'raylikchi. Yana bittadan. Hozir. Ko'rasizlarmi? Qaysi bor-ku, ikkalasi bir xil vaqtda qilyapti. Men bundan bunaqa kutmagandim. Narxini eshitsalang, keyin nima uchun men bundan kutmaganimni keyin bilasizlar xullas. Yana bittadan test. Boshur. 1 2 3 ketdi. Endi buni ishlash jarayonini bitta ko'raylikmi? Rost havasim ketdi-da men shunga. Davay. Bismillah. Tepasidan o. Mana o'shang. Endi xudo xolasa mana buni proba qilamiz. Buni nima deb o'ylaysan?
Mana qila olammi shuni? Hozir ko'ramiz. Birinchi mana bu mabor bilan test qilamiz. Bu uchlik balkim 3,5 metr. 3,5 millimetr. Yarim metr emas, 3,5 millimetr. Xudo xolasa hozir test ko'ramiz. Bismillah. Bu darga nima bo'ladi? Hozir. Qo'sh baland qo'shgan qilamiz shuni. Hozir. Samarezdan nima bo'ladi? Ha, samarezdan ham bo'lishi mumkin, ha. Bu qalin-da, uchlik ko'ryapsizmi? Bismillah, ketdik yana bir marta. Bu aylantirib, lekin samarez. Bu yutturini ham axlat ko'rinadi. Bu qalin deyapman. Davay, men sinab ko'raman. Hozir to'xtang hozir. Boshqa samarez bilan poprov qilamiz. Samarez yo'qmi, tugadimi? Samarez bormi? Skorsni nima qildim? Bismillah. Bu qalin disiplinli. Do'stlar, bu qalin. Samarez o'tmayapti daji. Samarez ketibdi-ku bu. Samarez uch yo'q-ku. Mana kamerani olib keling. Ha, Kamerani olib keling, mana. Kamerani. Короче, teshgan. Mana, xullas, ikkitasini teshgan ekan bu. Ko'ryapsanmi? Men teshgan bu. Yana bitta qo'ying. Ради интересно. Bismillah. Rezva o'tmayapti bu yerga. Rezva o'tmayapti. Mana, endi men Bo'ldi, sen. Bo'ldi, sen yutding, ukan. Mayli. Bismillah. Endi men. Lekin mana bu eskida, mana bu. To'xtang aka. Mana detallarni taqilib. Yo'q, bularni borku nima? Yo'q, reglovkasi nimaga? Mana qani? Ha, nima qo'yish kerak ekan? Bo'ldi, maqsad. Ne qo'yish kerakmi? Ha. Mana shunga oxiriga. Ha, reglovkasi ham bor ekan. Davay. Bismillah. Yangi samarezmi? Yangi samarez endi bo'ladi. Davay. Astagfirullah. Siz qilmaydi, ehtiyot bo'ling. Bu ishlamayapti. Daji nimani olib tashladi, ko'rdingizmi? Bu dar bu nima u? Ha, davay. Qaytadan. Kimsa bo'lsa ehtiyot bo'ling. Oh, ha, ketdi-ku. Ha, bo'yni nimaga? Qaranglar. Kameraga qaranglar, mana. Ishonchni o'qilyapti, ukan. Normalniy. Nima Mana bo'ldi? Hammasi yaxshi. Hammasi. Men bo'yni mana buni noto'g'ri nima qilgan ekanman. Qaranglar. Mana Duvaynoga kelib qo'ydim. Duvaynoga keldi. Yo'q, Duvaynoga. Patnos joy nima qilib. Bismillah. Rezvaka burildi. Qaranglar. Qalin bu, действительно. Toshnasi qalin. Endi narxini aytamiz. Narxini bitta like, kanalga podpisatsiya bo'linglar va kommentariyaga. Bizning mana Telegram ham bor. Bilasizlar? Silka qo'yaman. Silka qo'yasizlar. O'tib obuna bo'lib, xullas, kimga mana shunaqa narsalar kerak bo'lsa, yugurib qo'yasizlar. Narxga kelsak, men birinchi aytay. Siz meniki yutdi-ku baribir. Yo'q, kim yutganini kommentariyaga qo'yaman. Baribir men fikrimcha, meniki yutdi chunki hozir yutadi. Pulni aytganimdan keyin. Xullas, mana bu 2600 so'm turadi. 2200 so'm qilib beraman. Aksiyasi bilan faqat 10 kun. Agar yaxshi ketsa, undan keyin ham bir nima o'ylab qo'yamiz. Balki yana aksiyaga ketaveradi. Bo'cha. Uyalyapsizmi? Bu yo'q, men uyalmayapman. Buni plyuslari ikkita batareyka bor va zaryadnik, 1 yil garantiya va narxiga kelishsak, buni narxi 6600, saskitka
Именно sizlar uchun 5200 ga beramiz. Chunki bu mabor, to'g'rimi? Bu mabor. Молодец. Bu ham 1 yil garantiyasi bor. Agar bizda bitta zo'r daras jihati ham bor. Agar 1 oyga bormasdan buzilsa bor. Вообще yangisi. Nima almashtirib beramiz. Almashtirib berasiz. Sizlarchi? Nima qila olmasalar kerak. Bizlarga ham shunday. Shundaymi? Faqat aytganimdek boshida pasport обязательно bo'lishi kerak. Yo'qotib qo'ymaslik kerak. Bizlarga qanaqa? Agar tuzata olmasa, servisga olib boradi, haqiqatan ham diagnostika qo'yadi. Diagnostik ko'rsatsa haqida buzilganini tuzata olmasa, ustalar yangisiga almashtirib beriladi. Faqat diagnostika orqali. Bizda minuslar esa faqat buni nimasi bor, bunaqa nimasi bor, korokasi yo'q. Keyin bor-ku, bitta batareykasi bor. Xullas, mana shunaqa milchuk narsa. Lekin ishlash bo'yicha bu ham yorib qo'yadi. Lekin zo'r, haqiqatan ham zo'r. Biz esa faqat Rossiya bo'yicha pol istalgan nuqtangizga dastavka qilib beramiz. Ko'rishguncha xayr, keyingi videolarimizni kuzatib turing. Hammaga omad. Sizlar bilan Asbob Market. Asbob Marketda